Endi Aliyev bilan bo'lgan holat bu futbolda bo'lib turadigan holat. Masalan, men Aliyevni bu holatiga ko'pchilik hozir tanqid qilyapti bu narsani, lekin nima uchun men reaksiya berdim? Birinchi navbatda biz vatan sha'ni uchun o'ynayapmiz. Biz masalan o'sha tanqid qilayotganlar ham bilib qo'ysinki, biz o'zbekni o'sha o'zbek xalqini g'urur, or nomusi uchun maydonda o'ynayapmiz. Bunaqa holatlarda bunaqa xatolar qilish mumkin emas. Chunki biz o'sha Sarsenbayev bilan bo'lgan holatda ularga misol qilib keltirganmiz. O'yindan oldin ham juda ko'p bu ustida ishladik, tushuntirdik futbolchilarga. Har qanaqa holatda ham, nima bo'lgan taqdirda ham sizlar emotsiyalarni nazorat qilishlaring kerak. Maydonda o'sha kerak emas vaziyatda qizil olmanglar, shunda ham sariq kartochkalarimiz ko'p deb qayta tushuntiryapmiz. Lekin ko'ryapsiz, oddiy vaziyatlarda futbolchilar ularni provokatsiyasini tushyapti. Buning uchun meni o'sha vaziyatda jahlim chiqib ketdi, qizishib ketdimki, bu men tomonidan, murabbiylar tomonidan